Buncha pul ishlagandan keyin charchog'im esdan chiqib ketadi. Bratan, bugun 3-may soat 14:20. Shukurka qilishni boshladim. 1 kvadrat metr uchun 140 rubl pul olaman. 346 kvadrat. Qani necha soatda bo'layotganman? 48.500 rubl pul bo'ladi. 7,5 million so'm. Meni vazifam devorni yaxshilab shukurka qilib, polni changdan tozalab berish. Aslida 2 kunda ham bo'laman, lekin 2 kunda bo'lsam uyda egasi baqirib yuboradi. Shu uchun 3 kun bemalol ishlamoqchiman. Bratan, menga poddershka qilish uchun bitta like bosib qo'ying, iltimos sizdan. Ko'zlarim ko'r bo'lib qolsa nima qilaman? Bratan, soat 12:30 bo'lyapti, ishdan chiqayapman. Bugun topgan pulimda siz ham shu ishda ishlagan bo'larmidingiz? Iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Bu taraf devori 1 kvadrat, Bratan. Bu xona devori 36 kvadrat. Bu xona devori 49,5 kvadrat. Jami 137 kvadrat shukurka qildim. 1 kvadrat shukurka qilishim narxi 22 ming so'm. Soat 2:30 dan 12 gacha zaminlab ishladim. 30-40 ming kam 3 million ishlab topdim. Like men uchun havoday zarur, tushuning.